ey baraka topkur, siz Halima xolamni qatta ko'rgansiz, eri uchun birovni sochini yulganini. Qatta ko'rgansiz, eri uchun bilasanda, ana bitta qanjiqqa urganini qatta ko'rgan. Halimadan keyingi pakalini men bo'laman, xo'pmi? Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshi bo'lsizlar, tuzumsizlar. Ertalabdan ko'zimni ochsam menga ko'proq shu bitta videoni tashashibdi. Bitta xotin haqida, xotin chiqqan. Mayli, ijod qilyapti, ijodiga omad. Zalga chiqar ekan, profilini kirib kuzatdim. Даже menga podpiska tashlagan ekan u xotin. Xo'p, o'zini yo'nalishida ketsin. Men birovni yo'nalishiga tiqirlik qilib, boshqa qilib, masalan, men vesim katta, masalan, u ham vesi katta xotin ekan. Вот, men birovga shu paytgacha mana men 2 oydan beri syomkada, mana shu 2 oydan beri harakat qilib yurgan bo'lsam, hech kimga tiqirlik qilib, hech kimga gapirib chiqmadim. Men qancha san'atkorni taniyman, qancha odamlarni taniyman. Men oldiga borib turib, men Halima opani janiman-ku, davay men bilan men Halima opani jani deb turib video qilaylik yoki men o'zim uchun ko'tarilish uchun Mamatga rasmlarni qo'yib turib, men Halimani janiman, men Halimani jani bo'laman, men Halima xolamni mamnaqa, Halima xolamni mamnaqa deb turib videolarimda men chiqmayman. Men o'zlarini radnoy bitta qorindan talashib tushgan opachalarini qizi bo'lib turib, meni radnoy xolam bo'lib turib men chiqmayman. Chunki men o'zimga ep ko'rmayman. Chunki men muslima bo'lib chiqishim kerak, o'zimning mehnatim orqasidan chiqishim kerak. Men chiqmayman, unaqa men uyalaman, men bet bor. Xo'p, Halimani ikkinchisi men bo'laman, ko'chada yurishga ehtiyot bo'llaring, u yo'q divas. Xo'p, bunga ham xo'p, mayli. Lekin anu kimman o'ynashingizmi, o'shani o'ynashingiz, eringizni o'ynashingizni tam o'shani videosini qo'yib turib, keyin bu gapni gapiryapsizlar. Baraka topkur, unaqa qilmalaring. Qilma, unaqa kerak emas. Chunki bizani oilada bizani ayollar erini orqasidan borib turib bitta qanjiqqa urmagan. Bizda unaqa narsa yo'q. Bizda iffat bor, uyat bor, ayollik bor, joziba bor, hamma narsa bizda bor. Halima xolam ko'chada Halima bo'lgandir ko'chada. Lekin uyda erini usti boshiga qarab osh-ovqatini qilib, erini xizmatini qilgan ayol. Haqqinglar yo'q unaqa ko'rsatishga o'lgan odammi? Qo'lgan odam unaqa Halima xolam ko'cha, ayol kishi ko'cha bo'lmaydi. Ayol kishidan ko'cha chiqmaydi. Ayol kishining o'ziga yarasha iffati, nozi, boshqasi bo'lishi kerak. Siz ham iffatingizni, nozingizni to'g'rilasangiz, mo'sh hayotingiz yaxshi bo'lib ketar. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, video qilinglar, qilmanglar emas, eslanglar, eslamanglar emas. Yaxshi narsalar bilan, yaxshi videolar bilan, yaxshi bir nima roliklar bilan eslasa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Nimaga обязательно Halima xolamni ko'ziga oldiga keltirganda ko'cha xotinini keltirish kerak? Ushab qo'ygan aytayapman, ko'cha ayollarniki bo'lmagan hech qachon. Hech qachon ko'cha ayollarniki bo'lmagan. O'shanga qarab, ko'rpanglarga qarab oyoqlarni uzatinglar. Video qilinglar, qilmanglar emas. G'ashim kelmaydi, boshqa qilmaydi. Lekin bunaqa videolarga kerak emas-da. Tushunasizlarmi? Noto'g'ri targ'ibot bermanglar, noto'g'ri ma'lumot bermanglar. O'zingizlar eringlarni uryapsizlar, eringlarni cho'lkasini uryapsizlar, urib yuraveringlar. Bunga Halima xolamni tiqishtirmanglar.